Assalomu alaykum, salom jamiyat, yaxshimisizlar? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yana bitta mineral haqida. Buni hozir juda ham ko'pchilik iste'mol qilyapti. Chunki natijasini bildi odamlar. Bu narsani doim iste'mol qilib yurishlik keraklik va shartligini sezishdi. Shuning uchun olib kimdir choy qilyapti, kimdir ovqatiga ham qo'shib yuboryapti. Ha? Bu narsa qanaqa narsa? Jigarni sog'ligini ta'minlab beradigan, ya'ni zahar toksindan tozalaydigan, yog'lardan, ortiqcha yog'lardan tozalab tashlaydi jigarni. Eng zo'ri onkologik kasalliklarga, ya'ni organizmda keraksiz zaharlarning ko'payib ketishligini oldini oladi. Zashita, meshen deydimi? Mana shunaqa narsa. Bu narsa kurkuma, o'zimizni kurkuma. Agar imkoni borlar, liposomal usuldagisi bor shu narsani ham. O'zim ichganimda sezganman-da. Bundan oldingi videoimda aytdim-ku, liposomal usulda olingan mineral vitamin oshqozonga tushmaydi. Oshqozon soki bilan aralashib, foydasi pasaymaydi uni. Mana shu og'izda qizil o'ngachda o'zida shunday qoladida, shitni o'zidan qonga so'riladi. O'shaning uchun buni natijasi tez bo'ladi. Ichganimda mana shu idishida shunday qolganda, buni qo'l bilan bunday qilib olib keyin ichib yuboralardi. Keyin qoshiqda ichishni boshlaganman. Chunki qoshiqda olib turishim, qoshiqda yutib yuboraveradi. O'shanda bilganman, ha, demak, mana shu og'izda qizil o'ngachda shuni yopishar ekan bu narsa. To'g'ridan to'g'ri shirab oshqozonga tushmas ekan. Shuning uchun agar kimga kerak bo'lsa, xuddi shundan, ya'ni liposomal usuldagi kurkuma yana boshqa vitamin bor, bir ikkita. O'zgarmas narx, qattiq nazorat ostidagi sifat. Butun dunyo bo'ylab. Telefon qilinglar, qayerda bo'lishlaringdan qat'iy nazar, men sizlarga oladigan joylaringni adresini beraman. Bemalol bo'lib olib ichsalaring bo'laveradi. Sog'lom odamlar uchun 2 oyda bitta mana shu idish yetadi. 2 oyda bitta olib ichasiz, 15 kunga yetadi mana shu narsa. 15 kun ichdim men. 15 ta porsiya bo'ladi mana shu narsa. Zo'r bo'ladi. Sog'lom jamiyat, o'zingizni ehtiyot qilinglar.